Muammo bor. Biror narsa yuz berdimi? Shahar tashqarisida katta uchuvchi jism paydo bo'ldi. Uchuvchi jismmi? Hisobot beraman. Talion qo'riqchi ejderho qirolini sehrgar sulolasi shu yerda. Bu katta narsa. Zot oliyalari Elmesia, Elru Talion yerga qo'ndi. Zot oliyalari Elmesiyaning hamrohlari hozir shu yo'ldan shu yerga qarab kelishyapti. Ular meni qo'rqitib yuborishdi. To'g'ri shunday deysa bo'ladi-ku. Sen hali ham bu dunyoning yo'llarida juda beparvosan. Agar Elmesiya o'z vatanini tark etgan bo'lsa, odamlar vahimaga tushishi ajab emas. Nima demoqchisan? Talion sehrgarlar sulolasi katta xalqdir. U meni Dvargon qurolli millatim kabi ko'p kuchga egadir. Ammo bu G'arb kengashining bir qismi emas, balki mustaqil davlatdir. Va nomida sulola borligidan ko'rsatadiki, bu 13 ta qirollik oilasi ittifoqidan tuzilgan xalqdir. Imperator Elmesiya ma'bud avlod deb hisoblanadi va u shunchalik kuchliki, o'zini samoviy imperator deb e'lon qilgan. Dvargon 1000 yillik tarixga ega, lekin Talionning tarixi 2000 yilga borib taqaladi yoki shunday deyishadi. Qisqa umr ko'radigan, har qanday insonlar kabi men ham unga umuman teng kela olmasligim aniq. Hech kim u bilan uchrashish imkoniyatini orzu qila olmaydi. Ha, tushunarli. Men Arxtyuk Geraldni bu yerga taklif qilmoqchi edim, lekin menimcha u bilan birga juda katta shaxs keldi. Ko'rinishidan ular yetib keldi. Ehtiyot bo'l, Rimur. Men senga uni dahshatli, ayyor raqib deb hisoblashingni maslahat beraman. Taklif uchun juda ham minnatdorman. Uni qabul qilishdan xursand bo'ldim. Aslida men juda ham minnatdorman siz bilan tanishish. Eslatma, ruhiy shovqin aniqlandi. U bloklandi. Bu hujum emas, balki uni qahramonlik borlig'ini tabiiy ta'siridir. Bu yaxshi emas. Uni qahramonlik borlig'i Gazelnikidan ham yuqori darajada. Men uni ko'ziga yomon bo'lib ko'rinishni xohlamayman. Umid qilamanki, sizning ta'bingizga ushbu oqshom bayrami yoqadi. Ertangi festivalni ham mintiqlik bilan kutyapman. Iltimos meni xursand qilish uchun qo'lingizdan kelganini qiling. Shuningdek, iltimos men bilan gaplashishga vaqt ajrating. Bugun bo'lishi shart emas. Bu rasmiylikdan uzoqda siz bilan ochiqchasiga gaplashmoqchi bo'lgan narsam bor. Tushunarli, vaqt va sana belgilangandan keyin siz bilan bog'lanaman. Ha, men charchadim. U yerdagilar sen deyarli yutib yuborishdi. Yaxshisi o'zing haqingda fikr yurit yoki o'sha. Elflarning o'tkir quloqlari bor. Men ham ehtiyot bo'lishim kerak.